Sizdan balandroq odamni oldida kekkaysa, siz ham kekkayib turishingiz kibr emas, u tavozu u. Al kibru li ahli takabburi sadaqatun. Bunaqa asar bor. Takabburlarga kibrli bo'lish sadaqa bu. Bu kibr deyilmaydi, ya'ni katta ketganga katta ketish kerak. Enkayganga enkaygin, boshing yerga tekkuncha, kekkayganga kekkaygin, boshing ko'kka yetguncha. Ya'ni kekkaygan odamga boshi egishlik bu xorlik bu. Qo'lini uchini berdim, biling siz bir tiyinga olmayapti. Siz ham darrov shunga o'zgaring, uni 0 tiyinga olmang. Siz ham ushamang qo'lini. Leqil teg'izitmang. Qo'lini uchini berdim, siz ham qo'lingizni o'rta qo'lni teg'izitmang. Bo'ldi, tamom. Kibrga kibr sadaqa bo'ladi. Zo'rni ko'rganda qisadi deydi-yu. Shuncha nariroqqa borsa, bugun u katta ketayotgan boyligi u kapeykaga aylanib qoladi. Bugun katta ketayotgan kuchi, o juda nariroqqa borsa, ketganingizni yeb olaman deyotganlar bu. Agar mutakabbir odamni ko'rsanglar, o'zlariga qarasha kibr bilan muomala qilib qo'yinglar. Albatta bu kibr bilan muomala qilishinglar ular uchun xorlik va ibrat, sizlar uchun sadaqa o'rnida o'tadi deyapti. Shior oladigan bitta narsani, zarur narsalarni. Mutakabbir odamga o'zidaqa muomala qilib qo'yishlik savob bo'lar ekan. Siniqlik hammaga siniqli emas. U nasronlar aytadi, 10 betingni urib bersa chop beting, unaqa gap yo'q islomda. Agar hamma chop betingni urib bersa, u yuraveradi hamma. Mutakabbirmi? Kibr qilyaptimi? U farqi yo'q, u puli bormi, puli yo'qmi, o'ziga yarasha muomala qilib qo'yavering.